yok yetmar dostlar. Assalomu alaykum. Muloqot telekanalida Adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvi davom etadi. Bugun yana xonadoningiz mehmonimiz. Teleekran qarshisidan uzoqlashmaslikni tavsiya etamiz. Chunki bugun ustozlarimizning go'zal suhbatlari, san'atkorlarimizning go'zal g'azallari sizlar uchun ijro etiladi. Marhamat, ko'rib tomosha qilib, ma'naviy hordiq olinglar. Somi necha bo'lsa dardparvar, afsonada ham kerak durur dard ana. Ya'ni ahli dardlardan bo'lgandan keyin men ham afsonamda ahli darddan yozishim kerak deyaptilar. Eshitguvchi bo'lsa dardpayvand, bordir ichi oning o'tqa monan ana. Ya'ni eshitguvchilar ahli darddan bo'lgandan keyin uni qalbida ishq cho'g'i bo'lib turibdi. Ishq o'ti cho'g' bo'lib turibdi. Qil o'tqa nazorakim kuyar chog', suv o'chirur uni yondirur yo. Ya'ni o'tga qaragin deyaptilar. Suv sepsang o'chadi, yog' sepsang alangalanib ketadi. Ya'ni mana shu ishqiy dostonimni o'qigan odamlarning qalbida o'zingni ishqingni cho'g' bo'lib turgan bo'lsa, shuni alangalatib yuborarmikin deyaptilar. Men dog'i bu maynikim suzibmen, turkona surud anga tuzibmen. Ya'ni bu dostonda ishq mayi deyaptilar. Ya'ni men ishq mayini quyib turibman-u, turkcha musiqa chop turibman. Ya'ni oldingi hamsanavislar hammalari Farsida yozganida men turkiyada yozyapman deyaptilar. El ko'ngliga ondan o'lg'usi jup. Kim keldi bu navhaning mungi ko'bana. Ya'ni turkiy xalqimizni qalbiga nihoyatda yoqimli bo'ladi bu narsa nimagaki, buni ichida yurakda ezadigan mungli voqealar ko'p deyaptilar. Mungluq meni mung bila payomim, mungluq she'rlar so'zi kalomim ana. O'zim ham mungliman. O'shaning uchun mungli voqealardan xabar berish meni vazifam deyaptilar. Shak yo'qki qachonki bu o'qilg'ay, kim o'qisa xotiri buzilg'ay ana. Ya'ni meni kitobimni o'qigan odam mahzun bo'lib o'ylanib parishon hol bo'lmay qolmaydi deyaptilar. Ko'zdan chu oqitsa ashk sayli,
Majnun gibi yod etar-da Laylani. Ya'ni Majnun Laylani eslaganda duv ko'zdan yosh to'kkanda o'zini eslab ko'zlardan sel bo'lib yosh oqsa deyaptilar. Nomamki yuzin qaro qilib men, isyoni gunoh aro qolib men. Bu qog'ozda qaro qilguvchiman, butun gunohlarga botganman deyaptilar. U so'yetibon yuvg'ay qarosin, yozg'on bori jurum mojarosin. O'sha bandalarini ko'zdan oqqan yoshlarni suvi mani nomay amolimdagi gunohlarni siyohini yuvib ketarmikin deyaptilar-da. Yo Rabbi u raqamki bo'ldi marhum, har kim o'qimoqdan etsa ma'lum. Ya'ni mana yozgan narsalarimni o'qiganlar ma'nosini anglasa, har neki o'qir ta'ammul etsa, ya'ni mulohaza qilsa, degan g'arazim tahayyul etsa, men nima demoqchi bo'lganimni hayolida eslasa, ayb istamak o'lmasa murodi bir barcha hunarsori kushodi. Ya'ni u o'qigan odamning maqsadi mani aybimni oqtarish bo'lmasa, barcha hunarlardagi darvozasini eshigini ochib qo'ygan o'sha bandanga deyaptilar. Bog'la oyog'iga ishq domin, oyog'iga ishq sirtmoni baylab turib, quy bo'g'ziga dardu shavq jomini. Bo'g'ziga o'zini ishq mayini quyib yuborgin deyaptilar. Senga oshiq bo'lib qolsin. Zanjiri jununga basta ayla, bu mandan anga xo'jatsa ayla. Majnunli zanjiri bilan oyoq qo'lini bog'lab turib, ey bandam oshiqliging muborak bo'lsin deb qo'ygin deyaptilar. Qilsang g'ami ishq ila anishot, birgil meni dog'i ko'ngli g'ayot. Ey Parvardigor, o'zingni ishqing bilan o'sha bandani ko'nglini shod qilganingdan keyin men bechorani ham esiga solib qo'ying deyaptilar. Musabbib manku deyaptilar. Shoyat bu mahal bir urg'ay, kimgardi jaroimim uchurg'ay. Shoyatki senga oshiq bo'lib qolib, deganda o'sha shabadasi changda uchurganda meni gunohlarimni uchirib yuborsa deyaptilar. Ul yil uchirib tani nizorim, rahmat uyida berib qarorim. Ya'ni o'sha oqni shabodasi meni ishq o'tida kuyib xashakka o'xshab qolgan jasadimni uchirib yuborsa-yu, rahmat uyinga kelib tushsam. Ya'ni bandalarini qalbida ishq hosil qilganim sababidan meni rahmatingga olarmikansan deyaptilar. Isyonima af bo'lg'ay amin. Yo Rabbki bu nav bo'lg'ay amin ana. Mana shu bilan mana gunohlarim sen tomonidan kechirilsin deb iltijo bilan, duo bilan tamom qilyaptilar. Mana shu Layli Majnun dostoni mana shu oxiri xotimasi shu. Shundan ma'lum bo'ladiki, Layli bilan Majnun zohiriy, botiniy deb o'sha darvish bilan Allohni o'rtasida ish qilganini. Bu Navoiyxonlik haqida biz ta'riflarini eshitib juda bir xursand bo'lgan edik. Mana nasib qilib biz ham qatnashyapmiz ijodkorlar sifatida. Hoji aka, hozir mana siz suhbatni juda chiroyli bir boshladingiz. Alisher Navoiy bilan Husayn Boyqaro o'rtasidagi do'stona muloqotlar haqida. Haqiqatan ham bu ikki shaxs tariximizda bir-biriga juda ham bir mehribon bo'lgan, bir-birini juda bir qadrlab, ustoz biriga biri ustoz, biri-biriga shogird bo'lib yashaganligi tarixiy ma'lumotlarda juda ham to'g'ri ifodalangan. O'sha ma'noda chiroyli ta'rifladingiz. Haqiqatan ham Husayn Boyqaro bir kuni temirchilik rastasidan o'tib borayotganda etagiga bir cho'g' tushib qolibdi-da, ketayotib bir satr yozibdi. Tushdi dil domaniga bir sharari sho'ri angiz deb. Dilning etagiga bir cho'g' tushib qoldi-ya deb hayratlanganda voqeada. Keyin shoirlarga bergan. Mana shu satrni davomini yozinglar deb. Shoirlar o'ylanib topisha olmaganda oxiri Alisherga obora qilaylik. Alisher Husayn Boyqaro bilan yaqin, bu yoza olsa kerak Alisherbek deb obora bergan ekan. Tushdi dil domaniga bir sharari sho'ri angiz, ishq ohangari zanjiri junun ishlar edi deb yozdi. Ishqning temirchisi Majnun uchun zanjir ishlayotgan edi deb ta'riflab beribdi-da. O'rniga tushgan. Husayn Boyqaro juda ham xursand bo'lib, lekin Navoiyni
bir hayratlanib qadrlar nima qilgan ekan. Hozir ikkita epizodga e'tibor berdim. Mana siz oxirgi Navoiyni oxirgi yozgan satrlarini ham esladingiz. Haqiqatdan ham Alisher Navoiy Alloh taolo unga bashorat qilganligi tili bilan onga ishlamay qolgan. Miyaga qon quyilib. Insul bo'lgan. Bugungi tilda aytadigan bo'lsak. Tili bilan harakatlari yo'qolib qolgan. O'sha holatda keksalik, juda katta bosim bilan ishlash, ko'p ijod qilishning natijasi shu darajaga yetganki, Husayn Boyqaro bilan quchoqlashib ko'rishib turib o'zini yo'qotib qo'ygan. Demak, Alisher Navoiyga ana shu kechasi o'zi nahorda yozilishga shu baytlarda Alloh taolo nasib qilgan ekanda. O'zining taqdirini shu satrlarga jamlab ketgan ekan. Xullas, Alisher Navoiy haqida mana juda chiroyli dostonlarni sharhlab berdingiz, biz xursand bo'ldik. Endi men ham bir ijodkor sifatida Navoiy ishlamoqda degan bir she'riy kichkinagina to'plam qilganman. Bu to'plamda Navoiyning baytlariga bir o'zimni bilgancha bir muhabbatim, sharhlarni yozganman. Ayrim haligi hayratlanamiz baytlari borki, takror o'qib yurasiz, undan bahramand bo'lasiz. Navoiy tug'ilgan joy haqida joy degan bir risola ham yozganman. Alisher Navoiyni bizga Sovet sobiq ittifoq davrida bu Navoiyni Hirotda tug'ilgan deb sharhlab o'rgatilgan, darsliklarga kiritilgan katta darsliklarda o'zimiz ham shu Navoiy Hirotda tug'ilgan ekan deb o'qigan. Keyingi manbalarni surishtirib o'rganish natijasida men o'sha yil sanalari voqealarini tahlil qilib, Navoiy tug'ilgan joy Hirot emas, shu o'zimizning vodiyga yaqin bo'lgan Aravon joyi ekanligini shunda yozib o'tganman. Bu yerda Bobur tug'ilgan joy haqida ham, Bobo Rahim Mashrab tug'ilgan joy haqidagi ham maqolalar shunga jamlangan. Buni ham mana sizlarga sovg'a sifatida olib kelganman. Navoiyni yoshligida ko'ra olmagan bo'lsa-da, Navoiyni kitoblarini qo'liga olib o'qigan Hazrat Bobur haqidagi risola, Bobur tug'ilgan uy degan risola. Bu ham sizlarga. Endi buning ichida o'zimni she'riyat va shoirlar degan kitobchamni olib kelganman. She'rlar bu yerda. Bu ham bu yerda shoirlar, she'r haqidagi bir fikrlar mujassamlangan. Endi bu shularning qatorida tarixga ozmas qiziqqanim uchun Muhammad Shayboniyxon qismati degan bir kitob ham yozdim. Shayboniyni taqdiriga bog'liq va shu yildagi tarixiy voqealarni ozgina yoritishga harakat qildim. Chunki hozirgi vaqtda Shayboniyxonga ham munosabatlar har xil. Uni Bobur darajasida ideallashtiraylik, Temur darajasida ko'taraylik, Amir Temurga tenglashtiraylik. Nimaga unaqa bo'lmaydi degan gaplar bor. Javob sifatida shu kitobda ham yozishga harakat qildim. Buni ham sizlarga sovg'a sifatida olib keldim. Endi oxirgi bir kichkinagina risolacham bu Aruzni o'rganish ishtiyoqi deb nomlanadi. Bu Aruzga qiziqqan, umuman Navoiy she'riyatiga qiziqqan insonlar uchun, o'quvchilar uchun bir risolacha qilganman. Katta rahmat mana e'tiboringlar uchun. Biz mana shunday Navoiyxonlik kechalari borligidan quvonamiz. Bizni otalarimiz, bobolarimiz, momolarimiz albatta o'zbek xonadonlarida Navoiyxonlik, Bedilxonlik, Hofizxonlik o'qishlari bo'lgan. Shu orqali o'sha xalqimiz ma'naviyati juda yuksalib borgan tarixda. Juda ham savodsiz bo'lmaganmiz aslida. Aslida juda ham mukammal savodga ega bo'lgan, hattoki ayollar ham, erkaklar ham yaxshi savodga ega bo'lgan xalq bo'lganmiz. Ana shu ma'noda mana shu bugungi kunda mana shu Qo'qonda Latifda olib borilayotgan mana Muloqot telekanalida namoyish qilinayotgan Navoiyxonlik tadbirlariga men muvaffaqiyatlar tilayman. Bu tadbirlar mana Navoiyxonlik bevosita endi televizor ekranlari orqali uylarga kirib boryapti. Navoiy bobomizning baytlarini, mazmunini, mohiyatini anglaydi, tarbiyaviy jihatlarini tushunib yetadi. Shu yoshlarda bizni mumtoz she'riyatimizga bo'lgan muhabbati ulg'ayib boradi.
E'tiboringlar uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli mezbonlarimiz. Mana shunday ajoyib davrani tashkil qilib berganlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Qo'qonda mana hozir ta'kidlab o'tishdi, mendan oldingilar ham 2 asr mobaynida, ya'ni Qo'qon adabiy muhiti shakllangandan keyin Navoiy xonlik albatta vujudga kelgan va bu hozirgacha davom etib kelayotgani bizni juda mamnun qiladi. Bugungi suhbatimizda Alisher Navoiyning do'stlari haqida, ayniqsa Husayn Boyqaro haqida gapirildi. Men juda xursand bo'ldim. Endi navbat bilan sekin-sekin Navoiyga yaqin bo'lgan do'stlari haqida ham oz-ozdan suhbatlashib o'tsak yaxshi bo'ladi. Birinchi Husayn Boyqaro bo'lsa, keksa bo'lsa, ulardan keyin Said Hasan Ardashir bor. Pahlavon Muhammad bor. Endi ularning eng kichkinasi Sohibdoro Navoiyning ham shogirdi, ham tavsiyalarini bajarib yurgan yordamchilari bo'ladi. Men shu odam haqida jinday gapirmoqchiman. Sohibdoro ham fors tilida juda ajoyib she'rlar yozgan shoir, ham zakitab, fozil odam bo'lgan. Zayniddin Vosifiyni eslab o'tishiga Alisher Navoiy ko'pincha mana shu biz o'tirganimizga o'xshagan davralar tashkil qilar ekanlar, o'zlarining xonadonlarida. Ziyofatlar bo'lar ekan. Ijod namunalari o'qilgan ekan. Hamma yangi chiqqan narsalar bo'lsa hammasi e'lon bo'lgan ekan. Mana shunday anjumanlarda ba'zan Alisher Navoiy qiziqgan paytda chiqib ketar ekanlar, ba'zan birga o'tirib oxirgacha davrani davom etar ekanlar. Ayni bir kuni shunday ziyofat bo'lgan paytda shu ziyofatdan ulush olib Sohibdoroni Mavlona Abdurahmon Jomiyning ziyoratlariga olib borib keyin deb berib yubordilar. Qaytib kirsa hamma mehmonlar sekin qo'zg'alishyapti. Alisher Navoiy aynan shu paytda juda suhbatlashishga ehtiyojmand bo'lgan paytlar ekan. Avzoylari o'zgarib, bu nima bo'ldi? Nimaga sizlar qo'zg'alib qoldilaring? Alisherning uyi oshxona-yu, Alisher sizlarga oshpaz bo'lib qoldimi? Hech narsani gapirmasdan ketaverasizlar. Ular uzr aytishib, axir biz siz bandsiz, ijod bilan bandsiz, davlat ishi bilan bandsiz, sizni xoli qo'yaylik deb nima qilmoqchi deydilar. Ayni shu paytda Sohibdoro eshidan kirib keladi Abdurahmon Jomiyning huzuridan. Keyin sen ham shular toifasiga kirdingmi? Sen ham ketib yo'q bo'lib qoldingmi sen? Ha, axir o'zingiz Mavlona Abdurahmon Jomiyga uni tashlab kelgan dedingiz-ku. Nasiba olib borgansiz. Shart burilib qaytib ketdilar Alisher Navoiy. Shu bilan nimalar birin sekin tarqalishgan, kayfiyatlari buzildi degan Sohibdoro yana undan battar xijolat. 3 kungacha ertalab huzurlarga keldim. Qaramaydilar. Guzor bo'ylab ketaveradilar. Oxiri 3-kuni bunday burilib menga qaradilar-da, aytdilar: "Sen menga yaqin odamim bo'lsang, men o'sha paytda achchiq ustida shuni seni u yoqqa yuborganim esimdan chiqqandir balki. Shuni hammaning ichida yuzimga solish yaxshimidi?" Bu nimadan, odob nimasidan tashqari bo'lgan narsa bo'lgani uchun uzr so'radim dedi. Shundan keyin yana u kishi boshqa ishlarni buyurishda davom etdilar. Bundan ko'rinadiki, Alisher Navoiy nihoyatda noziktab, tez ta'sirlanadigan odam bo'lgan. Ya'ni Navoiyni ko'p munozaralarda talashib yurgan Mavlona Binoiy ham aytadi: "Bu odamni injiqlagan boshqa aybi yo'q" deydi. Faqat injiq bo'lmaslik iloji yo'q. Shuncha asar yozish uchun shuncha zakovat kerak bo'ladi. Shundagina odamzod o'zini takomilga yetkazishi mumkin. Mana shu narsani aytib, keyin Sohibdoro eslatib o'tadi. O'sha Alisher Navoiy vafot etgan paytda katta fors tilida marsiya yozadi. Marsiyaning zo'rligi shundaki, o'sha marsiya har bandini birinchi misrasidan Alisher Navoiyning tug'ilgan sanasi kelib chiqadi abjad hisobida. Ikkinchi misrasidan vafot sanasi kelib chiqadi. Hali adabiyot tarixida bunaqangi marsiya yozilgan emas. O'ylaymanki, bundan keyingi anjumanlarimizda shu Navoiyning do'stlari haqidagi suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Inshaalloh hammamiz bilan diydor ko'rishamiz. Rahmat aytaman. Hazrat Alisher Navoiyning ijodlarini o'rganar ekanmiz. Ma'lumki, xalqimiz
u zotning g'azallari asosida aytilgan qo'shiqlarni sevib tinglaydi. 500 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, insonlar bu so'zlarning tom ma'nolariga, hatto lug'atlariga ham tushunmasa ham, odamlarning qalblariga yetib boradigan darajadagi bir go'zal maftunkor ohanglar borligidan, jozibador satrlar borligidan hamon bu qo'shiqlar xalqimizning e'tiborida. Xalqimizni orasida yurar ekanmiz, ko'p eshitamiz. Alisher Navoiyni g'azallariga qiziqamiz u shuni ma'nolarini tushuna olmay qolamiz. Shuni tushuntirib beradigan odam bo'lsa deydi. Mana Xudoga shukr, bu muloqot televideniyasida bunga qo'l urilgan. Biz ham inshaalloh shulardan birini sharhlab berishga harakat qilamiz ustozlar ruxsatlari bilan. Xalqimizni ardoli hofizlardan bo'lgan Alisher Navoiy mukofoti sovrindori Sherali Jo'rayevning bir qo'shig'i bor, izlangiz degan. O'zi Hazrat Navoiyning asarida istangiz deb yozilgan. Eng shoh asarlardan yozilgan bu Sherali Jo'rayevning. Shunda bir bayt bor. Men endi aytaylik 81-yillardan maktabda o'qib yurgan paytlarimdan boshlab bu mumtoz adabiyotga qiziqib, har bitta so'zlarni izlab yurardim ma'nolarini. U paytda hozirgiga o'xshab lug'atlar yetarli emas edi, lekin imkoniyat juda qisqa. Sekin-sekin o'rgandik. Bir bayti bordiki, 20 yildan oshiq shuni istadim-da. Og'zi Shavqiydin Navoiy ittioni istaril yo adam dashtida yo mulki fanoda istangiz. Og'zi Shavqiydin Navoiy itti degani bizning hozirgi lug'atimizda o'zini yo'qotdi, g'oyib bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi degan mazmunlarda. Nimadan desa, og'zini shavqida. Shu og'zini shavqini qancha istadiydi. Endi u paytlarda bu ustozlar bizga istab kela olmaganmizda, bulardan xabarimiz yo'q. Keyin ko'rsak, og'iz nima uchun yaralgan? Og'iz Alloh taolo tomonidan berilgan ne'mat bo'lsa, faqat yeyish uchun emas, balki so'z uchun. Alloh taoloning zikrini aytish uchun yaralgan. Demak, yorni og'zi berdi haqida so'z ketyapti. Alisher Navoiy majoziy ma'noda aytganda, yorimning og'zini shavqidan Alisher Navoiy o'zini yo'qotib qo'ydi. Endi bu Alisher Navoiy hazratlarining baytlari, yor haqidagi, ish haqidagi baytlari Alloh taologa bog'langanligini e'tiborga olsak, Alloh taoloning og'zidan albatta bizda aqidalarda bilasizlar, Alloh taologa jism nisbat qilinmaydi. Lekin og'iz nimani mahraji desa, kalomni mahraji. Alloh taoloning kalomi Qur'on ekanda. Hazrat Navoiy aytayaplarki, Qur'oni Karimning shavqidan, zavqidan Alisher Navoiy o'zini yo'qotib qo'ydi. Tamom, bu turgan jasadini siz Alisher Navoiy deb o'ylamang, u ketdi. Bu yerda faqat jasadi qoldi. Ruhiyati esa yo adam dashtiga, yo fano mulkiga ketdi deganlar. Shuni ikki tomondan sharhlasa bo'lar ekanki, bu yerda bari Navoiyshunos olimlarning oldida biroz noqulay bo'lsa ham, buni eng oddiy sodda ma'nolarda sharhlasa ham bo'ladi. Ramazon oylarida xatmi Qur'on o'qilayotganda ba'zan mohir qorilar shunaqa go'zal qiroat qiladi, orqada turib hech charchaganingiz bilinmaydi. Shu Qur'onni ichiga kirib ketasiz agar ma'nosini tushunmasangiz ham. Endi ikkinchisi esa va astauzu billahi va iza tutla alayhim ayatuhu zadatuhum imanan deb Qur'on Karimda keladi. Qachonki bularga Alloh taoloning oyatlari tilovat qilinsa, ularning iymonlari ziyoda bo'ladi degan. Alisher Navoiy ham Qur'oni Karimning ma'nolariga o'zi Qur'oni Karimda o'qishda tartib va odoblarda yozilganki, Qur'oni Karim shunchaki o'qilmaydi. Biz o'ylagancha bu faqatgina rasm rusumni kuzatadigan narsa emas. Bu hidoyat manbai. Unga ta'ammul, tadabbur qilib, ma'nolarga e'tibor berib o'qilar aslida. Zotan olganda Qur'oni Karimning ma'nolarini tushunmasa ham tilovat uchun alohida savoblar bor. Lekin baribir imkon boricha buni ma'nolarga, tadabburlarga e'tibor qilish kerak. Hattoki Qur'on o'qiyotganda yig'lang deganlar. Alloh taoloning kalomi. Qur'on o'qir ekanmiz, Allohning kalomini eshitamiz. Abu Junayd Bag'dodiyda aytadilarki, kitoblarda Fir'avnni davrida Musa alayhissalom kelgan bo'lsa, Musa alayhissalom o'zini qavmini
Alloh taolo bilan suhbatlashgan olib chiqqan. Suhbatlashgan olib chiqqanda bilasizlar qissasini, Alloh taoloning ovozini eshitganlar shular Tur tog'ida. Qavmining eng sharaflilardan 70 tasini olib chiqib, Tur tog'ida Alloh taolo Musa alayhisalomga xitob qilganda bular eshitgan. Eshitib turib, buni ko'rmaguncha ishonmaymiz deganda u yerda chaqmoq oladi. Bu yerda asosiy mavzu shuni aytganlarki, ha bu Bani Isroil qavmi Alloh taoloning ovozini eshitgan ekan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati bunga munosib emasmi deganlar aytganki, sen har kuni namoz o'qiganda Qur'on o'qiysanmi? O'sha Qur'onni eshitganingda Xudo bilan gaplashayotganing maqomida shu deganlar. Alisher Navoiy hazratlari shuni bilganlar, his qilganlar. Qur'oni Karimning ma'nolarini ichiga kirib ketganidan haqiqiy qalblardan his qilib, butun dunyodan uzilgan. Zero biz endi o'qiyveramiz, qalbimizda o'shandan qo'rqish yo'q. Taqvo va his qilish bo'lganda edi, biz ham u Hazrat Navoiyning singari fano dashtiga, adam mulkiga ravona bo'lar edik aslida ruhiyatimiz. Mana shuni aytadilarki, demak Alisher Navoiy Qur'oni Karimga bo'lgan munosabatlar shunday. Yuqorida aytganlaridek o'tgan zotlar eng bo'lmaganda murattab qori bo'lganlar. Murattab qori buni yana tadbirlarni va ma'nolarni ta'ammul qilganlar. Muhammad Doro Ramizbek, ma'lumki Xudoyorxon davrida ajoyib bir mumtoz san'atimizda ham juda ko'p g'azallar bastalangan. Kelinglar, adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvimizni aynan sizlarda jo'r ovozinglaringizda Navoiy g'azali Yali bilan davom ettirsak. Marhamat. Gül bergi qaba yal Ayla geli bizni ada yal Bizim avucunu savtın hava yal Cam boling mavil qav yal Kızıl bazım sarav yal Gece açıp ağrazı tabanını Ravşan edip gayrı şabıstan Raşkta yandı Yusuf ne canını Hastana oyunu tüküp kanını Kollarga koydu hınav yal Kollarga koydu hınav yal Hurmatli teletomoshabinlar, Muloqot telekanalida bugun adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Bu Navoiy hazratlarining go'zal g'azallari, sharhlari va ma'no mazmunlarini eshitib, ma'naviy hordiq chiqardingiz. Adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvini shu yerda bugunchalik yakunlab turamiz va keyingi juma oqshomida sizlarning xonadoningizda yana biz adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvi orqali mehmon bo'lamiz. Omon bo'linglar.